Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, qadrdon obunachilar. Saranhol YouTube kanalining ashaddiy muxlislari. Qadrli kuzatuvchilar, bugun 2025-yilning 2-may sanasida turibmiz. Uzumlarimizda birinchi kontaktdan so'ng hamda yomg'irli kunlardan, ob-havodan oldin uzumlarimizga turli xildagi fungisidlarni, preparatlarni sepyapmiz. Qadrli kuzatuvchilar, videoni oxirigacha ko'rib, like bosib qo'yasizlar. Sizlarga foydali ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Xo'p, qadrli kuzatuvchilar, berilgan ma'lumotlarimizni boshlasak, birinchi o'rinda yomg'irdan oldin zang kasalliklariga qarshi Ridamil Gold preparatini sepmoqdamiz. Ya'ni bu preparatimiz uzumlarimizda zangga qarshi kurashadi. Ushbu preparatni 25 grammini 10 litr suvga aralashtirgan holda uzumlarimizga sepmoqdamiz. 3 xil turdagi preparatlarni birdaniga bitta yomkisga aralashtirib sepyapmiz. Tapas, Ridamil Gold hamda Mosplan. Har birini o'sha o'zini vazifasi bor. O'sha vazifalarni hozir aytib o'tamiz. Birinchisi o'sha aytib o'tganimizdek Ridamil Gold. Ridamil Gold o'sha uzumlarimizda zang kasalliklariga qarshi kurashadi. Keyingi preparatimiz Mosplan. Mosplan bu oddiy oqpashcha, ya'ni mayda oqpashchalarga qarshi kurashadi. Bu chumali qumursqalarga qarshi kurasha olmaydi. Bunchalik o'tkirmas. O'sha uzumlarimizni bargiga ziyon yetkazadigan oq pashshalarga qarshi kurashadi. Ushbu preparatimizni o'sha 100 grammligini 100 litr suvga aralashtirib qo'llamoqdamiz. Keyingi preparatimiz esa bu Tapas. Tapas uzumlarimizda sho'rga qarshi kurashish uchun eng foydali preparatlardan biri. Hozir sizlarga o'sha aralashtirish jarayonlarini, sepish jarayonlarini video davomida ko'rsatamiz. Albatta ushbu bergan ma'lumotlarimiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, o'sha uzumingizni yetishtirishda biz bergan ma'lumotlardan foydalansangiz, biz albatta xursand bo'lamiz. Videoga like bosib, o'sha uzumchilikka qiziqadigan uzumi bor tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Hozirda mana yomg'ir biroz sepalab yog'ib-yog'may davom etyapti. Bu holatda yomg'irlar to'lib boshlamasdan oldin sepib olsak, uzumlarimizda sepgan preparatlarimiz o'rnashib oladi hamda o'sha kasalliklarni tushishini oldini oladi. Qadrli kuzatuvchilar, aytib o'tganimizdek, bizga sizdan o'ng tomondagi turgan obuna bo'lish, ruschasiga podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Keyingi videolarimizni o'tkazib yubormasdan ko'ra olasiz. Hamda videoga like bosib, ushbu videoni uzumchilikka qiziqadigan uzumvor tanishlarimizga jo'natib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Barchamizning dehqonchiklarimizga baraka bersin.